Sening qo'shig'ing Toxic Till the End. Bu qo'shiq Jay Smithga atab yozilganmi? Roza, bugun nima uchun shu yerdaligingni bilasanmi? Yolg'on detektori bilan testdan o'tganimi? Biroz qo'rqinchli. Bu chat. Poligrafiya bo'yicha bizning ekspertimiz. Salom. Xo'sh, tayyormisan? Men bilmayman. Kelishdan oldin videoni ko'rish kerak edi. Bu qanchalik aniq ko'rsatadi? Juda aniq ko'rsatadi. Rostdanmi? Avvaliga men senga bir nechta savollar beraman mashinani sozlash uchun. Qo'lingni stolga qo'y. Yaxshi. Sening to'liq isming Rozanna Park, to'g'rimi? Ha. Sen Blackpink a'zosimisan? Ha. Sen poligrafiya bo'yicha testdan o'tmoqchimisan? Ha. Xavotirlanyapsanmi? Ha. Jad, boshlashga tayyormizmi? Ha, tayyormiz. Biz sening hayotingdan boshlaymiz. Mening hayotim. Sen Yangi Zelandiyada tug'ilib, Avstraliyada katta bo'lgansan. Qaysi mamlakatga ko'proq sadoqatni his qilasan? O'ylashimcha, mening xotiralarimning ko'p qismi Koreya bilan bog'liq. So'nggi 12 yildan beri o'sha yerda yashayapman. Buni ustiga men koreyankaman. Shuning uchun Koreya. Biz hali ham boyagidek test qilyapmizmi? Yo'q, biz boshladik. Ha, boshladikmi? Sen ingliz va koreys tillarida bemalol gaplashasan. Kuylayotganingda tillarni adashtirib yubormaganmisan? Yo'q, lekin men yarim uyqudagi holatimda telefonga boshqa tilda javob beraman. Agar uxlab yotganimda qo'ng'iroq qilsangiz, men sizga koreys tilida javob beraman. Sen sahnada so'zlarni esingdan chiqarganmisan? Ha, ko'p marta. Eslay olasanmi? Hamma so'zlarnimi? Hammasini? Yo'q, men bu ishda unchalik zo'r emasman. So'zlarni unutganingda tomoshabinlarga mikrofonni to'g'irlaganmisan? Tez. Ha. Qaysi qo'shiqda? Menimcha bu holat Taylida. Yo'q. As if it's your last. U har doim biroz chalkash bo'lib kelgan va o'ylashimcha qizlar bu fikrimga qo'shiladi. Bolaligingda sen rasm o'qituvchisi bo'lishni xohlagansan. Bu orzuingdan voz kechganingga afsusdamisan? Yo'q, rasm o'qituvchisi bo'lish uchun boyliging va karyerangdan voz kecharmiding? Yo'q. San'atni yaxshi ko'rar ekansan, agar biz so'rasak Jadni portretini chiza olasanmi? Jad? Ey xudoyim. Balki ayni damda men unchalik yaxshi chizmayman. Chizmaganimga ancha bo'ldi. Sinab ko'rishim mumkin. O'ylashimcha men odamlarni chizish qiyin, chunki ular buni ko'rib o'zlarini yomon his qilishlarini xohlamayman. Mayli, boshladik. Biroz qo'rqyapman. Yaxshi uddalayapmanmi bilmayman. Faqat ko'zoynak yaxshi chiqdi. Natijasi yomon emas. Yaxshi chiqdi. Sizlarga ma'qulmi? Jad? Ha. Bolaligingda fortepiano darslarini yomon ko'rganingni aytganding. Hozir unga ko'p e'tibor qaratmaganingdan afsusdamisan? Ha, albatta. Bu bilan yana bir necha yil shug'ullanmaganimdan afsusdaman. Bolalar darslarini tashlashlari kerak deb o'ylaysanmi? Yo'q, bunday qilishlari kerak emas. Men tashlab yuborganimdan afsusdaman. Agar davom ettirganimda hozir bu qo'l kelardi. Demak, sen o'zingni hammadan yaxshi deb o'ylamaysan. Yo'q. Sen so'nggi yillarni haydovchilik kursiga bag'ishlading. Seningcha bu yoshda haydovchilik guvohnomasini olish qiyin bo'ldimi? Ha, juda. Balki men juda dangasa bo'lgandirman. Bu shubhali. Ha, balki men o'shanda dangasalik qilganman. Kechirasizlar. Birinchi urinishdayoq guvohnomani oldingmi? Men bir marta muvaffaqiyatsizlikka uchradim. Rulda ketayotganingda kimgadir o'rta barmog'ingni ko'rsatganmisan? Yo'q. Bu haqiqat. Yo'lda muxlislaring seni tanib qolishganmi? Yo'q. Sen mashinangga shunga o'xshash nimadir qilishni xohlarmiding? Mening yuzim bilanmi? Ey xudoyim. Yo'q, bu juda dahshatli ko'rinyapti. Menga bu yoqmadi. Ha. Sening karyerangga o'tamiz. Blackpinkga 2016-yil qo'shilgansan. Bu yaxshi lahzalardan biri bo'lganmi? Hayotimdagi yaxshi lahzalar? Shubhali. Yaxshi bo'lganmi, yo'qmi bilmayman. Men qattiq xavotirlangandim. Sen va boshqa a'zolar bo'lgan aktiv chat bormi? Ha. Qachondir chatni ovozsiz qilib qo'yganmisan? Yo'q. Kim eng aktiv?
Eng aktiv deb men Jisuni ayta olaman. Kim yaxshi memlarni tashlaydi? Hamma yaxshi memlarni tashlaydi, lekin o'ylashimcha Lisa.